zo'r. O qaranglar, qani endi shayda bir bor makkataya. Asosiysi bor. Qaranglar, o holatini. Asosiysi setkasi holat ekan-a? hech qanaqa bori setka qo'ymadik. Mana silosda mana. Agar yoz bo'lganda mana shu yam-yashil bo'lganda silos bo'lardi, qadrli obunachilar. Endi bor-ku, Siz bosib qo'ysa bo'laverardi ham ekan. sraz solinaveradi. Endi bor-ku, mana mayin setkasida nam pahol bor-da bu yerda. Mana. Voy, ishonch hosil uchun nammi, namligi. Obunachilar. Nam paholni shuni chiqarib beramiz. Bir qator qanaqa mayilligi haqida qadrli obunachilarimiz o'zlari kuzatib borishib baho berib berishaveradi. Buni eng mayin setkasida. Jodi ham ola olmaydi-da, yopishib qoladi kerak bo'lsa. Jodiga qani buni? Men ishlayotgan joyida bir qator solib bering. Tushlariga e'tibor bersin. Bismillah. Qo'yib olib setkasi sekilar menimcha. Sekundda ishlayotgan holatida solib qo'ydik. Voy, gap yo'q. Qani boshladik bo'lmasa. Qani bitta kuchini ko'raychi buni. Obunachilar buni qaranglar, chiqishini. Qo'yib olib setkasida uviga pol chiqarib beryapti. Boya aytgandek bunga jodi ham o'ylanib qolibdi keskani. O, qaranglar, ey. Like bosib qo'yinglar, haqiqatan kuchi zo'r bo'lsa, bitta like, bitta komment. Bo'ladi, boshna ishondik. Zo'r. Buni vash qaranglar, ey. Polni chiqara olmaydi, diyetotda. O'zim ham shunaqa diyetodim boshida. Endi bor-ku. Bir qator ko'rsataylik. Pol qaranglar. Men eng mayinida bu ortiqcha-da bu. O'zi asli ko'pchilik chiqarmaydi bunaqa qilib mayin qilib. Sababi hali hamma narsani me'yori kabi, buni ham me'yori bor-da. Men qaranglar mana. Mana. Katta farq bor-da buning ichida. Bu mayin narsani chiqargandan keyin an qo'rildi. Somon, boshqa yantoq, pantoqlar, beda-medalar. Agar luboy nima edalaydi, ha? Mashina qo'yib yoki qo'ymasdan chiqarsa bori, qo'yib olib, mol olib bo'laveradi o'zi. Gap yo'q. Endi yana buni hali imkoniyat doiralarini yana ham ko'rsatishni davom etaylik-da. Jami o'zi 18 xil mahsulot ko'rsataman. 18 xil. Qattiq nongacha chiqarib beraman. Hattoki endi iloji yo'q, qattiq nonimiz yo'q, qattiq nonlar ham tugadi. Hozir bolalardan ham ortmayapti qattiq non. Va bismillahirrohmanirrohim. Qarang. Oldingi holatini ko'rib ko'rasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu holat hozir qanaqa holat kechdi? Tomchini bitta ko'rsa. Voy, bu aborotini. Qarab turing. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang. Ko'zni quvontiradi. Torchi ham. Oh. Kepay mana. Torchi. Bitta ko'rsatib qo'ying, mashinanaqasiga bitta gap keldi. Salonda yangilik chiqadi mashina. Damaja sentri o'shani. Shunday. Motoriga o'sarganligi, benzin sarfiga. Bo'ldi, bekitamiz. Torchi o'ta kuchli. Buni holatini ko'rib qo'ying-da. Muhiddin tog'am bor-ku. Tegirmonchi Muhiddin tog'am. Bo'ldi endi, qarg'avora. Mana. Biznesini kasod qilamiz. Kasod bo'ldi mana biznes. Voy, qaranglar. Endi biz buni agar har xil ratsion qilib borib, chorvador akalar hali 2026-yilda bor-ku. Oldingidaqa zamon bo'lmay qoldi-da. Hozir hamma chorvaga, boy ham, kambag'al ham chorvaga qiziqyapti. Sabab chorvada baraka bordi. Hamma bildi. Yengillashib ham qoldi. Oldingi zamonga nisbatan mol boqish hozirgi paytda ancha o'shaning uchun osonlashib, har bitta aytyapman, har bitta chorvadorda, har bitta xonadonda bo'lish shart bo'lib qoldi-da bu narsa. Bu narsadan bitta kerak. Yosh katta hoji akalarim, hoji tog'alarim bilishadi. Rossiyani paytida eski jodi bor edi. Jodi, ha. O'shani o'rniga qoldi. O'shaning uchun aytyapman, har bitta xonadonda bo'lish shart bo'lgan, bo'lish kerak. Istamay bo'lib qoldi. Shunaqa, albatta. Endi nima chiqaramiz yana? Nima qoldi hozir bu yerda? Endi faqatgina So'tali makkamiz qoldi. Ishonch hosil bo'lish uchun obunachilarimizdan tovuq boqadiganlar ham olib qo'ysa bo'laverar ekan-a? Yo'q, qush boqadigan xo'rozvoz akalar bor, lag bosib turinglar. Sizlar uchun yorma qilib beray, bitta chiroyli qilib. Bo'ldi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Namroq aka, holatini ham ko'rib ko'rasizlar. So'tali makkani mana shu yerdan solinaveradi, vozda.
Video yozgan bo'lsa bitta like, bitta komment ayamanglar. Usta rag'batlantirib ko'rasizlar. To'tani ham ko'ravering, pishaligini, qalinligini. To'ta ham yonimda qolganida. Shashiga gap yo'q, ovozi ham bunaqa baland emasda, hurmatli kuzatuvchilar. E'tibor berib ko'rasizlar. Manini qarang, manini. Voy voy. Haqiqatda ko'zni quvontiradi bu. Mana qarang, oh. Jo'jalar ham, makkalar ham, qo'ylarni mollargacha bor-ku. Jamiki buni iste'mol qiladigan duo qilib o'tadi siz bor. Chorvadorlar. Kirib yeding. Xo'p, endi hurmatli kuzatuvchilar. Hop. yana qolgan mahsulotlarimiz bizda yo'q. Hop, nima mahsulot bo'lsa, xudo xolasa, ho'l, quruq, donli, o'tli, o'sha hayvonlar, chorvalar nima iste'mol qilsa, yem holatiga bu stanoyimizda yem holatiga keltirsa bo'ladi. Endi mana bu narsani mashg'ulotga olib kelgandan keyin qolgan narsalarni o'zlaring bilasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Hech qaysi bir drabilkalar, ko'p drabilkalar kuzataman, men poxol chiqarolmaydi. Somon chiqaradi. Poxolda somon chiqarishadi. Endi somon ishtima emasda, juda oddiy narsa bo'ladi. Poxol juda ham bir murakkab narsa bo'ladi. Yantoq, pantoq bu narsalar ishlab chiqaraveradi. Nimalar qoldi yana aytilmagan oshna? Barcha ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha hisobotini berdik. Agar ko'rsatdik, hamma narsani qo'limizdan kelgancha ko'rsatdik. Like bosib, obuna bo'lib, bizning mehnatlarimizni qadrlab turgan obunachilarimiz xudo xolasa, yutuqlarimiz ham bor, sovrinlarimiz ham bor, xudo xolasa. Xo'p. Obunachilarga bitta yutuq qilaylik. Qanaqa yutuq? Mana oshna. Nima narsa bu o'zi? Voy! Maxsus obunachilarga bo'ladi, bepulga berib olamiz. Voy! Zo'r lekin, ey. Bizi haqiqiy bor-ku. Ustalarning mehnatini qadrlab, like bos, kommentariy bos, bizni qo'llab-quvvatlab turganliklari uchun juda ham bor-ku, og'irni yengil qiladigan. Hozir chiqargan mahsulotlarimiz, donli mahsulotlarimiz barchasini ishlab chiqaradi. Zo'r. Donli mahsulotlarimiz hammasini chiqarishadi. Shartlari nima ekan buni yutib olishdi? Buni shartlari juda oddiy. Ramazonga, Hayit arafasiga eng yaxshi tilaklarni yozishsin. 20 ta usta ishlayapti. Hammasini bir qator otasiga rahmat, ustalarning mehnatini bittadan like arzidi deb like bosib, mehnatimiz bor-ku, kommentariyada eng yaxshi fikrlarni yozib qoldirsin. Keyingi video olganimizda bor-ku, aniqlab olamiz. Mashina xudo xolasa bepulga bitta obunachimizga beramiz. Xudo xolasa mashi haligi nima deydi? Yengil, hali mashinaga muhtoj odamga tushsa biz xursand bo'lamiz. Kerak emas bo'lsa pulini ham o'tkazib berilaveradi, ekan. Xudo xolasa, agar o'zi Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatlarida bo'lsa, pulini ham o'tkazib beraveramiz, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, agar bitta like, bitta komment sizlardan usta akamizga xayrlik bo'ladi albatta. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Ustalar aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.